Sharqi Turkistonda vazifa o'tagan bir necha nafar Xitoy saqchi Zimiston to'rg'a Xitoyning rayondagi saqchi davlatining ahvolini oshkorladi. İsmini oshkorlamagan bir saqchi amaldorining bildirishicha, Urumchida har 500 metrda birdan 20 kishilik saqchi punkti selingan bo'lib, 4 saqchi bir guruhi bo'lib kecha-kunduz nazorat qiladi. Bir yerda vaqa chiqqanaman bir punktdan 3 saqchi, jami 50 saqchi naq maydonga evatildi. Ogohlantirish signali topshirib olib, bir necha minut ichida kepolanmagan saqchilar og'ir intizom jazosiga uchraydi. Onun aytishicha, Urumchida 100 mingdan ortiq saqchi aktiv holatda bo'lib, doiralarning davomli yangidan saqchi oladiganligi ma'lum. Manasda vazifa o'tgan bir saqchining mazkur to'rg'a oshkorlashicha, har bir saqchiga markaziy uchur sistemasiga ulangan saqchi xizmat asbobi berilgan bo'lib, bu orqali yo'llangan har qanday kishining uchurlariga shaksiz darajada erisha oladi. Yan pullarda Xitoy hokimiyatiga qarshi yoki qonunsiz deb qaralgan mazmunlar boyqalgan kishilar udul yig'ilish lagerlariga avatiladi. Kishilar saqchilarga uchirgan aman qo'rqinch besib oladi. Xitoyning sharqi shimolidagi Jilin o'lkasining Jilin shahri yangi tiplik Wuhan virusi bilan yuqumlangan kishilar sonining oshishi sababli qamal qilindi. Janubiy Xitoy shahar gazetining xabar qilishicha, tunugun bayqalgan 6 kishi bilan o'tgan haftadan buyon yuqumlanuvchilar soni jami 21 ga yetgan bo'lib, Jilin shahrida poyezd, uzun yo'llik avtobus va ommaviy qatnash vositalari to'xtatilgan. Ommaviy faoliyatlar amaldan qoldirilgan. Usti yepiq ommaviy so'rinlarga kirish cheklangan. Shaharlik hukumat doiralari yuqum ahvolining intayin jiddiy va murakkab ekanligini va texnik kengayish xavfi borligini aytgan. Wuhan virusini butun dunyoga tarqatgan Xitoy haqida yangi bir ayblash o'ttirg'i qo'yildi. Amerika Markaziy axborot idorasining doklatiga qaraganda, Xitoy yuqum yuz bergandan keyin Dunyo sog'liqni tashkilotiga jiddiy ahvol e'lon qilmaslik haqida tahdid solgan va davolash ashyolarini zapas saqlab olgan. Virus to'g'risidagi zarur uchurlarni vaqtida ham bakirilmaganligi tanqid qilingan Xitoy to'g'risidagi yana bir xalqaro ayblash Amerika Markaziy axborot idorasi CIA tarafidan o'ttirg'i qo'yildi. Amerikada chiqadigan xabar haftalik jurnalining CIAning doklatiga asoslanib bergan xabariga qaraganda, Beijing hukumati virus paydo bo'lgandan keyin Dunyo sog'liqni tashkilotining dunyo miqyosida jiddiy ahvol e'lon qilishni to'smoqchi bo'lgan Xitoy virus haqida hamkorlashni to'xtatganligini aytib tahdid solgan. Gazetlarning xabariga qaraganda, birinchi oydagi bu sodlashdan keyin Xitoy Amerika va boshqa nurg'un davlatlardan qo'g'dinish kiyimlari va davolash aslahalarini setib olib saqlagan. Yaqinda Germaniyadagi bir matbuot Germaniya istixborot organining uchurlariga asoslanib bergan xabarda Xitoy rahbari Xi Jinpingning Dunyo sog'liqni tashkilotining direktori Tedros Adhanom Ghebreyesusga bevosita telefon qilib besim qilganligini o'ttirg'i qo'ygan edi. Wuhan virusi yuqumi sababidan Xitoyga qaratgan ayblashları davom qilayotgan Amerika prezidenti Donald Trump Xitoy bilan bo'lgan 100 savdo kelishimi begunoh kishilarning hayotiga badal bo'lolmaydi dedi. Trump Xitoy bilan savdo kelishimi imzolagandan keyin uzun o'tmay butun dunyoning Xitoydan kelgan COVID-19 virusiga duch kelayotganligini ta'kidlab mundaq dedi. Xitoy bilan bo'lgan 100 savdo kelishimi begunoh kishilarning hayotini to'liqlayolmaydi va farqini yo'qotolmaydi. Dunyo sog'liqni tashkiloti Wuhan virusining tarqalishidan va mangulik bo'ladiganligini ogohlantirdi. Dunyo sog'liqni tashkiloti mundaq deb ko'rsatdi. Vaksina tepilgan taqdirdami kurashda zo'r kuch sarf qilishga to'g'ri keladi. Dunyo sog'liqni tashkiloti COVID-19 kasalini keltirib chiqaradigan yangi tipdagi tojizsimon virusining AIDS virusiga o'xshash yuqumli kasalga aylanishi mumkinligini o'ttirg'i qo'ydi. Dunyo sog'liqni tashkiloti jiddiy ahvollar bo'limining boshlig'i Mike Ryan Çarşamba gündeki to'rda doklad berish yig'inida bayonot e'lon qildi. Ryan mundaq dedi: "Aniq so'zlash kerak. Bu virus jamiyatimizdagi yangi tarqalishchan virusga aylanishi mumkin. Virus hargiz yo'qolib ketmasligi mumkin.